Odamlarni ongini boshqarish oson ko'rib turgan qahramonimiz navbat kutmoqda, ammo u aslida ijtimoiy eksperimentda va uning atrofidagilarning hammasi aktyorlar. Har safar signal eshitilganda hamma aktyorlar o'rnidan turadi. Birinchi signalda qiz buni oddiy holda qabul qiladi, ikkinchi signalda esa ikkilana boshlaydi. Lekin uchinchi signalda u ham mantiqiy sababsiz o'rnidan turadi. Keyin esa aktyorlar birin-ketin xonani tark etadi. Aktyorlar yo'q, ammo qiz hali ham o'rnidan turishda davom etadi va xonaga yangi yigit taklif qilinadi. Qizdan nega o'rnidan turayotganini so'raydi va qiz undan avvalgi odamlar o'rnidan turganini aytib o'tadi. U bunga tushunmaydi, lekin keyingi signalda u ham o'rnidan turadi. Vaqt o'tib xonada odam ko'payadi va ularni barchasi hech qachon mavjud bo'lmagan ushbu qoidaga amal qila boshlaydilar. Madaniyatlar aynan shunday qurilgan. Millionlab odamlarning ongida targ'ibot mana shunday dasturlashtiriladi.